Do'stlar, bugun sizlar bilan O'zbekiston tortini yeb ko'ramiz. Koreyada ko'rgan bo'lsangiz 1 millionlik kekni yeb ko'rgandim. Bu safar O'zbekistonda 250 ming so'mlik kekni yeb ko'ramiz. Bu tortni agar siz ko'rgan bo'lsangiz, qattiqligini, qaysi brendnikiligini kommentariyga yozib qoldirib qo'ying. Yeb ko'rib, sizga baho beramiz. Qani 250 ming so'mga arzirmikan? 250 ming so'mga siz nima olib yegan bo'lardingiz? Bu nima yopishib qo'ygan bu? Marojniy. Bismillah. Wow, mazasi haqiqatda shirin ekan. İçida cheese bor ekan. Juda muzli ekan. Ya. Bu. Mana uni ichini ko'rishlaring mumkin. İçi shunaqa oddiy ekan. Ha, mazasiga keladigan bo'lsak, prosta molokoli tort ekan. Atay men 1 millionlik tortni bitta yeganimda "Wow" degan ovoz chiqqanda nimaga? Juda ham ajoyib mazasi borligi uchun. Do'stlar, xullas bu tortga 10 dan 7 beraman. Men o'ylaganda qalib sochni tort bas ekan, quruqroq ekan, qattiq ekan. Keyingisi nima bo'lib qolishini xohlab qolasiz, kommentariya yozib qoldirib qo'ying. Qanaqa ovqatlar, qanaqa desertlar O'zbekistonda o'zi qattiq desertni zo'r qiladi, kommentariya yozib, qo'llab-quvvatlab, like bosishni unutmaymiz deganlar.